Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda atalmish siyosiy muhitni saqlashtirish nomida Uyg'ur amaldorlariga davomli zarb bermoqda. Google Uyg'ur faoliyatchilari Washingtondagi tantarbiya sarayida Uyg'ur uchun ovoz chiqarmoqda. Dağlıq kompüter programma tahrirlgüç qorali Uyg'urlarga erkinlik nomli yangi nashr e'lon qildi. Yaponiyaning tarixiy qal'asiga o'tkatdi. Dövlət edikdən xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitoy xəvərlər torining 28 oktyabr kunidagi xabarda atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq partikom va intizom tekshirish komiteti yaqinda Sharq Turkistonning o'rmonchilik va chorvachilik sohasiga qarata atalmış tubni o'zgartirish va siyosiy muhitni saqlashtirish harakati yurgizish haqida qaror chiqargan. Xabarda aytilishicha, doiralarning bunda qaror chiqarishiga o'rmonchilik nazoratining oldingi 3 navbatlik rahbarlarining hammasining atalmış intizomga og'ir darajada xiloflik qilish voqeasining oshkoralanib bir taraf qilinishi bilan munosabatli bo'lib, o'rmonchilik nazoratining 3 navbatlik rahbarida ko'rilgan bu masala Abnum rayonluq partikomning diqqatini qo'zg'ab, bu sohadagi siyosiy ekologiyani tuzashni zarur deb qaragan. 2017 yil Xitoy doiralarining atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayonluq o'rmonchilik nazoratining noziri Nijot Mahmudning intizomga og'ir xiloflik qilganlik sababidan tekshirilayotganligini, 2008 yil pensiyaga chiqib bo'lgan sobiq noziri Mehmet Abdullohni 200-chilik bilan ayblab tutgan qilganligini dalillagan. Tangrutaq torining xabar qilishicha, Xitoy doiralari yaqinda yana atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq meyiplar birlashmasi partikom guruhisining a'zosi, birlashmaning muavin boshlig'i Muhammad Niyozni intizomga, qonunga og'ir xiloflik qilganlik gumoni bilan tekshirishga olganligi, navbatda intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti tomonidan tekshirilayotganligini oshkorlagan. 30 oktyabr kuni kechqurun Washingtondagi Kapital 10 tantarbiya sarayida Washington Wizard komandasi bilan Houston Rocket komandasi basketbol musobaqasi o'tkazilgan bo'lib, Amerikadagi Uyg'ur yoshlardan tashkillangan bir guruh kishilar Xitoyga qarshi Google Uyg'ur norozilik faoliyatini o'tkazdi. Google Uyg'ur degan nomda tashkillangan Uyg'ur yoshlari musobaqa boshlanishidan avval tantarbiya sarayining oldida Uyg'urlarga erkinlik, Hong Kongga erkinlik, Tibetga erkinlik degandek xatlar yozilgan taxtaylarni ko'tarib shu ortog'lagan. Tomoshabinlarning hammasi ularning norozilik faoliyatini ko'rgan. Musobaqa oraliqidagi qisqa dam olish mezgilida hammasi birdek qarmoy kiygan Uyg'ur yoshlari tantarbiya sarayining eng egis supasida qator tizilib, maykellardagi latin harflar bilan Google Uyg'ur degan ikki so'zni hosil qilgan. Maydondagi necha minglagan tomoshabinlar bu ko'rinishni ko'rgan va ularning shuar sadolariga jo'r bo'lgan. Google Uyg'ur faoliyatchilarining bu norozilik harakati ijtimoiy taratqularda ko'p tarqalib, necha 10 minglagan kishilar tomonidan ko'rilgan. Yigirma 29 oktyabr zo'r olqishga erishgan programma kodi tahrirlaguvchi yumshoq detali Notepad yangi e'lon qilgan nashrga Uyg'urlarga erkinlik deb nom qo'ygan va Sharqiy Turkistonning bayrog'ini ishlatgan. Notepadning qo'rg'uvchisi Donxu yangi nashrni tushuntirib, Xitoy hukumatining millionlagan Uyg'urlarni terrorchi degan nomda lagerlarga solayotganligini aytib, Uyg'urlarga yordamda bo'lishga chaqirgan. U bu chaqiriqda yana Uyg'ur kishilik huquq projektining doklad va ulinishlarini ishlatgan. Notepadning programma tekst tahrirlash quroli dunyo miqyosida necha 10 million qatim tushirilgan. Programmalarning ishlatish nisbati 35,6% ga yetgan. Yengil, oddiy, haqsiz, kengaytish qolay bo'lganligi uchun eng moda, eng suyumlik tahrirlash quroli deb ta'riflangan. Bu yangi nashr e'lon qilinib, necha soat o'tmayla Xitoy tarafidan hujumga uchirgan. Mazkur yumtalning program hamkorlik supasi GitHub'dagi sahifasini Xitoylarning norozilik inkaslari qoplab ketgan. Notepadning organ tor betimi hujumga uchrab, bir necha soatgacha uzilib qolgan. Notepad qo'rg'uvchisi Donning Germaniya ovoziga bildirishicha, ko'pincha hujumchilar saxta hisob nomeri ishlatgan bo'lib, intayin oz qismlar haqiqiy hisob nomeri ishlatgan. Don bu qilmishlarning ularga ziyon yetkazmaydiganligi, aksicha Xitoyning obraziga ziyonli ekanligi, o'zining bu yangi nashrni e'lon qilganligi uchun o'kinmaydiganligini bildirgan. Birleşme Agentligining xabar qilishicha, Birleşken Davlatlar Tashkiloti Ma'arif, Ilm, Fan va Madaniyat tashkilotining dunyo meros tizimligidan o'rin olgan Yaponiyaning Okinawa rayonidagi tarixiy Shuri qal'asiga 31 oktyabr kuni o't ketib, qal'aga tava 7 binoning butunlay kuyib ketganligi, taxminan 4800 kvadrat metr keladiganligi uqtirildi. O't o'chirish atratlari o't opatida qal'aning Saydan deyilgan ana binosidan boshqa yana Okudan deyilgan shimoliy taraf binosi hamda Nandan deyilgan janubiy taraf binosining butunlay kuyib kulga aylanganligini bildirdi. Aloqador mas'ullar o't opatida odam o'lish yoki yarador bo'lish hodisasi ko'rilgan va yoki ko'rilmaganligi haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Biroq qal'a atrofida o'tirishlik 30 dan ortiq aholining vaqtlik boshqa joyga o'tkazib ketilganligini bildirgan. O't ketish voqeasi qal'aning ana binosida boshlanganligi taxmin qilingan bo'lsa-mu, biroq o't ketish sababi tekshirilmoqda. Yaponiya kabineti bosh kotibi Yoshihide Suga muxbirlarga bergan bayonotida Shuri qal'asining Okinawaga nisbatan intayin muhim simvol ekanligini eskartib, hukumatning qal'ani qaytadan yasab chiqish uchun har qanday tirishchilik ko'rsatadiganligini bildirdi. Ryukyo podshohlik davrida taxminan 500 yil ilgari yasalgan Shuri qal'asi 2-dunyo urushi mezgilida og'ir ziyon uchrab qayta remont qilingan va 1992-yili davlat bag'ishi sifatida xalqning ziyoratiga echib etilgan. 2000-yili Birleşken Davlatlar Tashkiloti Ma'arif, Ilm, Fan va Madaniyat tashkilotining dunyo meros tizimiga kirgizilgan ekan.
Xəbərlərimizi ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xeyr xo'sh. Allohga omonat.